Hop, bize ötken derste, qaranglar, bize ötken derste foydalanuvchi ro'yxatda o'tkazish uchun forum yaratib edik, shundaymi? Forumni saqlab edik. Endi biz loyihani ishlatib ko'ramiz. Rostdan ham loyihalarimiz ishlab turibdi, shundaymi? Gelamizda obnovить beramiz. Va yozamiz. Sadigov, Tohirjon dema. 11 dema. Parol yozaman. 2002 2020 bu. 2002-2020 bu demandan ro'yxatda o'tishni bossam hech qanday xatolik qaytarmadi, ro'yxatda o'tdimmi? O'tganimni hozircha prosto shunday qo'yib turamizki, o'tgandan keyin ishlaymiz uni yaxshimi? Hozircha bizlar ishlab tursa bo'ldi. Havo, buni to'g'rilaymiz, u yerlarni bizlar realni loyiha chekmiz. Blog post degan, ya'ni Kunuz saytini o'qishdan loyiha chekmiz. Shuning uchun endi login page'ini yasashimiz kerak. Endi foydalanuvchi registr emas, nima deyish kerak? Login deyish kerak. Tushunarlimi? Hali yo'q unchaki page. Nishatib yaratamiz desangizlar, ma'lumotlarni olishim kerak. Request etib turib, password bilan nima olaman? Password bilan username'ini olaman. Shundaymi? Bu neda bor unchaki real misol desangizlar, yana ebook platformaga kiramizdan qaranglar. Ina login bilan, ya'ni username bilan parolni olib turibdi, shundaymi? Bizlar nishitamiz buni saqlash uchun. Bizlar unchaki request post etimiz deb yozdim. Aytdim, shundaymi? Bu yerda dev unchaki login deb turib bu request etimiz edi, shundaymi? Request bir narsa nokta nishitamiz edi, request post bir narsa deb netamiz edi. Unchaki olish xato dedim. Bizlar forum o'rgandik, shundaymi? Pastap turamiz. Biza forum o'rgandik. Bizlara forum kerak. Biza forum yozamiz. Nishatamiz uning uchun. Kelamiz. Nishatama. Class forma nom beraman. Ibera nodab nom berdim. Registrmi? No demaydi. Login forum custom user. Bu endi nodan meros oladi desangizlar, nokta model forumdan meros olmaydi. Sizlar ibida qaranglar-da. Username bilan passwordini bazaga yozamanmi? Yo'q, bazadagi bilan solishtirib ko'raman. Avval ro'yxatda o'tganmi deb. Shundaymi? Shuning uchun men model forumdan meros olaman. Forumdan meros olaman. Tushundingizmi? Forumning o'zida. Tushunarlimi? Ana endi nishataman desangizlar, ochaman men. Username teng oddiygina o'zgaruvchi password teng nechik bo'ladi bu desangizlar, yana bu tartibdagidek bo'ladi. Oddiygina forum, oddiygina ochib olamiz. Forms nokta char field ochamiz. Char field etamiz. Username oddiygina turaveradi, shundaymi? Forum dema. Forms nokta bam char field bo'ladi. Password keyin vijirani qo'yamiz. Formasining ichida nokta input password. Password input qanadu? Password input. Ya'ni no degan bu, yana imchekka chiqarib beradi. Agar password input demasangiz, endi ichindagi URL yozganing ko'rinib turadi. Tushundingizmi? Inputning type u ko'rsatib berishi. Tushunarlimi? Ana endi bo'ldi, bizda nada login page yozib qo'yganimiz bo'ldi. Buni tekshirimiz buni, shundaymi? Bizda nishitamiz ibida. Kelamiz. Nishitamiz. If requestning metodi dengmi postga. Agar postga deng bo'ladigan bo'lsa, ibera forumni chiqarib olib qo'yaman. No degan forum yaratib biza login from custom user degan, shundaymi? Endi shuni ishlatamiz. Forum degan o'zgaruvchi ochib olaman. Forum degan oddiygina nishataman? Login forumdan aytaman. Endi no bo'ladi desangizlar, ichine inputlar, tayyor inputlar chiqib turibdi. Endi ichindagi ma'lumotlarni olish kerak ma'qul yozgan vajiga. Uni nishitamiz? Request post etamiz.
Chet taraflarda bo'ladi. Xo'p, endi nechataman? Forum oldim. Forumni tekshiramanmi? Yo'q. Bedaman password bilan email, username bazada bormi yo'qligini tekshirishim kerak, shundaymi? Hay? Biza endi o'sha forumning ichida password bilan login bor. Shuni chaqirib olishimiz kerak. Nechitamiz? 2 dona o'zgaruvchi ochib olaman. Nima degan? Password username degan o'zgaruvchi ochib olaman. Yana 2 dona o'zgaruvchi ochib oldim. Endi bularni tekshirishim kerak, shundaymi? Hali gagani yo'q bu. Yechirdan inputdan yechirdan kelib turgani yo'q. Bu forumdan kelib turibdi, shundaymi? Boshda tekshirib olish uchun noni chaqirib olaman edim. Authenticate degan va chaqirib olaman edim, shundaymi? Django'ning ichida contributing ichidan .auth'ning ichida avval ko'rsatdim, request post bilan ko'rsatdim, adlaringizda bo'lsa. Shundaymi? Import etamiz authenticate bilan noni login degan vaji. Shundaymi? Ana endi oddiygina user teng deyman, user degan o'zgaruvchiga nima deymanki? Authenticate degan funksiyama username teng username beraman bu yerdagini login passwordni beraman. Tushundingizmi? Bu baza bilan tekshirib har inputdan olganim yo'q. Bu inputni bizlar o'rgab turadi, forum berib turadi. Bu forumdan olish kerak. Necha bo'laman? Forum degan o'zgaruvchining ichida clean data degan ichida clean dataning ichidan get etib olaman nechatib passwordni, ya'ni no bo'lib turibdi bu yerda, qaranglar, yonboshini qo'yaman, tushuntiraman. Ikkisam shu bo'lib qoldimi ya? Yo'q, bu biri forum birdan ekan. Ya'ni qaranglar, no bo'lib turibdi bu yerda username degan vaz bor. Bu oddiygina ikki input berib turibdi. İçindeki qiymatlar bir yere geldi. Shundaymi? Kelgan qiymatlarni bir yere olib turib tekshirishim kerak. Bunda yo'q tekshir odamlar. Bir yere chaqirib olishim uchun shunday qilaman. Tushunarlimi? Clean dataning ichida password solaman. Tushunarlimi? Ana endi nechataman? Keyingisi nima bo'ladi shunda? Forum.clean data get etib olamiz. Nechatamiz keyin? Username. Ana oldim. Tekshirdim. To'g'ri ekan parol. Nishatishim kerak. Login ettirishim kerak. Shundaymi? Xo'p, login ettirishim uchun nishataman. Agar to'g'ri bo'lsa kirgiz deyman. Tushundingmi axir? User degan o'zgaruvchim to'g'ri bo'ladigan bo'lsa nishat deyman. Login ettir deyman. Nima deyman? Shu request etib turgan odamni user'i paroli bilan kirgiz deyman. Shundaymi axir? Ishida kamchilik bor, qaranglar-da. Ishida to'g'ri bo'lsa kerak. Shundaymi? To'g'ri bo'lsa kerak. To'g'ri bo'lmasa nishasi. Xatolik bo'lishi kerak. Nima deymiz? Ibera. Else deyman, nuqta qo'yaman. Endi nima beraman? Validation error bersa ham bo'ladi. Biza forum ishlatib turibmiz-ku, forum ishlatib turibmiz-ku. Forumning o'zini qaytarib beramiz. Nechaytamiz? Forum degan o'zgaruvchiga add error deyman. Tushunarlimi? Add errorga nol beraman. Parol yoki username xato. Tushunarlimi? To'g'ri bo'lsa kiritadi, xato bo'lsa chiqarib beradi. Ana endi qaysi ishni bildirishim kerak uni. Qaranglar, hammasi if'ning ichida bo'lib turibdi. Qaranglar. Hammasi if'ning ichida. Endi men qaysi ishni bildirishim bo'lsam, ibadaman. Tushunarli? If bilan bir qatorda. Shunda return bilan render orqali qaysi ish demadim? Request etib turgan odam keyin nima deymiz? Login.html keyingisi nima bo'ladi? Dictionary ko'rinishida forum degan o'zgaruvchima nima beraman?
forum